Dunyo muhabbatin o'ziga joylagan, oyning yuzin yopar ehtimol etak. Rasululloh sevib bayram aylagan, hayit bayramingiz bo'lsin muborak. Olamlarning Robbisi bo'lgan Parvardigorimiz barchamizni ushbu qilayotgan va qilgan amallarimizni o'z dargohida qabul va maqbul aylab, duolarimizni mustajob qilsin. Ushbu ulug' kunlarda nimaiki yaxshi xolisona niyat qilgan bo'lsangiz, barchasi ro'yobga chiqishini yaratgan egamizdan so'rab qolamiz. Bir-biringizni shunday ulug' bayram bilan tabriklab, bir-birimizni dillarimizni og'ritmasdan, oralar buzilgan bo'lsa, oralardagi munosabatni iliqlashtirib, qalblarni yaqinlashtirib, kechirimli bo'lib, duoda bo'lishingizni